No, budur da ana. Mix taruz. Karang içinde hem meyvesi var. Oho. Şebzet tizmi mi? Öğreteyim mi? Git öğretemem. Endi tarvuzun suyunu özüne agar-agar salıp kaynatamız. Aytgancha agar-agarni Daytal supermarketimizden tapsızla bo'ladi. Tayyor bo'lgan agar-agarimizni tarvuzumuza salamiz. Tayyor bo'lgan tarvuzimizni xolodilnikning uyida mehmona yaramiz. Shu bilan bizning mix tarvuzimiz tayyor bo'ldi. Hozir kesib ko'rsataman. Tarvuzumuz tayyor bo'ldi. Bu uchun kerak mahsulotlarni Daytal supermarketimizdan tapsızla bo'ladi. Sizlarga bir etib ko'rishlaringizni tavsiya beraman.